أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Biz yukarıda Allah Subhanahu ve Taala'nın fazl ihsanı ve inayeti bilen et-tefsirul müyesser gen muşu ters tefsirden dersimiz devam kılan bulup bugün okumakçı olan sure Arap suresi. Muşşanı züküp kitapka pikemiz şu anın üzden en Allah dersimizni devam kılışka tirişimiz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerime'nin kısaca Uygur tercümesi. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım ben. Elif, Lam, Mim, Sad.
ey Muhammed, kafirlarni ogohlantirishing uchun, mo'minlarga vaziyat qilishing uchun bu kitob, ya'ni Qur'on sana nozil qilindi. Uningdan, ya'ni uni tabliğ qilishda qavmingning uni inkor qilishdan ansirab yuraging siqilmasin. Ey insonlar, sizlar Parvardigoringlar tarafidan sizlarga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga ishinglar. Allah'ını okuyup cinlardan ve insanlardan bulgan sizlerini azdırgan dostlarga geçmenglar. Sizler vaz nasihatni az qabul qilsizlar. Biz nurg'un shahar alisini halok qildik. Bizning azobimiz ularga kechsi yoki tushki uxlayotgan chog'larida keldi. Bizning azobimiz kelgan chog'da ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambar tabliğ qildimi? Sizlar qandoq javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardimi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrılmagan ayrılmagan edik. Ya'ni ularning hamma ahvolidan xabardormiz. Bu kunda bandalarning yaxshi-yomon amallarining o'lchindiganligi haqdir. Yaxshi amallari eg'ir chiqqanlar najot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganlari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uvchilardir. Shubhisizki sizlarni ziminda yerlashtirdik. Ziminda sizlarga turmush lozimatliklarini paydo qildik. Sizlarga Parvardigoringlarning mushundaq ne'matlari bor turliq, uningga nihoyatda oz shukr qilsizlar. Shubhisizki biz sizlarni yaratdik. Ondan sizlarni shakl kirgizdik. Ondan farishtalarga sizlar odamga hurmat bildirish yuzasidan sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqasi sajda qildi. U sajda qilguvchilardan bo'lmadi. Xo'sh. Alif lam mim sad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Suratul A'raf. Bu sure yani Mekke'de nazil olan sure. Bu Mekke'deki tushgan surenin en uzun surenin birisi olgan bulup bu asasen peygamberlerinin kıssasını tepsil bayan kıpatıdı ve onun muhim vazifelerini mesela. Bu sure A'raf deb atılışı. Bu Arap degan bir kelime bu surede tilg'ilganligi uchun. Bu Arap yani cennet bilan do'zax orasida ikkisining oralig'ini ham to'sliq turdigan, to'sib turdigan bir nimadan bir to'sma, bir sepildan iborat. Arap cennet bilan do'zaxning orasini to'sib turgan bir to'sma manaqcha aytganda. Xo'sh, Arap deyish bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın ismleriyle ki o Allah Rahman idi ve Rahim boğan Allah'ın ismleriyle başlayayım ben. Bu ya da müteallaktin keyin kelish kerak. Lekin bu yerda hamda bosh bo'lib qolishi Bismillahirrahmanirrahim abtadi u. Bu hasr nima yoki taqsisni ifodaydi da Allah'ın ismleriyle başlayayım ben. Bu vaqtda boshqalarni ismini hargiz o'rtak qilmayman.
Başkalarının isminden başlamayman. Başka arkanda kuşununki isminden başlayman. Başlamayman. Fakat Allah'ın ismleriyle başlayman. Andak Allah ki Rahman. Bütün hemmege rahmi kılgan, hemmege şefkat kılgan, kündügan. Ar-Rahim. Fakat cennette, yani alam ahirette cennet kirgen çağda inşallah müminlarla şefkat kılgan, kündügan. Müşünak Allah'ın isminden başlayman. Alif Lam Mim Sad. Allahu alemu bi muradih. Bu kelimeninki maksat muradını Allah özü biladi. Ee, Alif Lam Mim Sad. Sabakal kelamu alel hurufil muqatta'ati fi evveli suratul Bakarati. Alif Lam Mim Sad. Bu haqda nurgun bayanatla şu huruful muqatta'a hakkında şu Bakara suresinin evvelinde nurgun gep sözler bulundu kurda nurgun bayanatla düşünüş birildi. Jığıp etkanda bu nima ise Kur'an-ı Kerim'nin i'caz ikenligini bayan kılıştır. Ey Mekke halkı, ey Mekke şairleri, katipleri, edipleri, ey fasahat, balagat ehli, sizler sözleşiyotgan, sizler kündülük hayatınızda kollanıvatkan harfning üzden, şu kelimning üzüdün, biz Kur'an-ı Kerimning üzünü, şu harfning üzülen, şu kollanıvatkan kelimning üzülen Kur'an-ı Kerim sizlerge düşadik. Ken no olsanız sizlerme kelip, sizler muş Kur'an-ı Kerim, bir Kur'an-ı Kerimning özüne keltirip bakınla. Kur'an-ı Kerim emas, 10 ayet keltirip bakınla. 10 ayet bir ayet olsun keltirip bakınla. Valav yalgandım bolsunmu degan Kur'an-ı Kerimde bir qancha ayetda tahaddili var. Ahli Mekke'ge, fusaha, bulaga, şu aralık qarta. Ularning hammasiniki vaqtda sukut maydonini qo'lg'aganligi, hammasi ojiz bo'lganligi. Demak, nima bo'lsa Qur'oni Karimning i'jozidan iborat. Bu alif lam mim sod ha mim alif lam ro taha yasin va undan boshqa butun shu huruf muqatta bilan birlik kelgan kelimenin o'zi bula nima desa bu Qur'oni Karimning i'joz ekanligiga bishorat. Shuni bishorat. Buna maksat muradını Allah üzü biladi. Xuddi bir adamning masalan bir maxfiy, bir banklarda, bir nurg'un bir omonat bir narsa olgan bo'lsa, maxfiy shifr numarini o'zi bilgandek, bu kelimning murad maqsadini Allah o'zi biladi. Shunga mufassir ulmolarning ko'pincha Allohu a'lamu bi muradih deb bilgan. Buningga musulmon kifoyalandi. Bu bo'lsa nima nima bo'lqa ayatul mutashabihatning qatoridan buning ma'nosi aniq bo'lmagan shundoq bir nima kalamlar bular. هذا القرآن كتاب عظيم أنزله الله عليك أيها الرسول فلا يكن في صدرك شك منه في أنه أنزل من عند الله ولا تتحرج في إبلاغه والإنذار به أنزلناه إليك لتخوف به الكافرين وتذكر المؤمنين. Bu Kur'an-ı Kerim bolsa şundak büyük katlı bir kitap ki Allah onu ey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sana nazil kıygan, sana düşegen. Senin kalbinde enan dışkandak bek şek şübhi bupkan musun? O kitapninki Allah'ın huzurunun çürülgenlik hakkında. Ve bu kitap ne? Kavmin 700 jaryanada onunla çoğu inzar qilib boshqalarni ogohlantirish jarayonida faqat siqilish his qilib qolmagan. Biz bu Qur'oni Karimni sana bu Qur'oni Karim bilan kofirlarni davzaq azobidan qo'rqitib, mu'minlarni Allohning rahmati olgan rahmatini, jannatini aslatishing uchun buni biz sana nozil qildik deydi. اتبعوا أيها الناس ما أنزل إليكم من ربكم من الكتاب والسنة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي
ولا تتبعوا من دون الله أولياء كالشياطين والأحبار والرهبان إنكم قليلا ما تتعظون وتعتبرون فترجعون إلى الحق. أي خخلة sizlarga Parvardigoring tarafidan nozil qilgan Qur'ondan iborat, sunnatdan iborat mushu qonun, dostur ilahiyga egishinglar. Buyruqlarga moslashish bilan, cheklimlardan uzoq turish bilan buna moslashinglar. Allah'ını qıp qo'yib boshqa shaytonlar va ahbar ruhbanlarga Yahud Nasaralarninki shaytoniy o'limalari, ahomatlari masalan degandek bularga egishib qolmanglar. Cho'qim sizlar az panda nasihat mav'iza qabul qilsizlar. Bak az qabul qilib va nasihat qabul qilsizlar. Va bak ilqa nim qilsizlar bak ilqa boshqa ibratni bak az qilsizlar. Fatarji'una ilal haqq. Anandagin sizlar haqqa qaytishinglar uchun sizlar mushu kitob sunnatni iborat parvardigoringlarning mushu qonun ilohiyga egishinglar. وكثير من القرى أهلكنا أهلها بسبب مخالفة رسلنا وتكذيبهم فأعقبهم ذلك خزي الدنيا موصولا بذل الآخرة فجاءهم عذابنا مرة وهم نائمون ليلا ومرة وهم نائمون نهارا وخص الله هذين الوقتين بالذكر لأنهما وقتان للسكون والاستراحة فمجيء العذاب فيهما أفظع وأشد. Nurgun qariyala. Yani alaq qildik biz o qariyaning ahlini alaq qildik. Shu yerda yashayotgan insonlarni alaq qildik. Nima uchun? Bizning payg'ambarlarimizga qarshi chiqqanlik sabablar bilan va ularni yolg'onga chiqqanlik sabab bilan bu qariyaning ahlini taltuks vayron yo'q qilyaptik. Buningga ulashtirib oxiratning azobi ham oxirla buni keladi. Ularga bizning azobimiz bir qata ular kechida uxlayotganda kelgan bo'lsa va bir qata ular kunduz uxlayotganda chiqib keladi. Allah bu ikki vaqtning o'zini kechida uxlash va kunduz qaylula bu uyquda uxlash bu ikkisini bir yerda o'ngishtildi. Chunki bu ikkisi bo'lsa bir aram olish uchun va xotirjam huzurlanish uchun bo'lgan bir vaqtdi. Azobning mushu xotirjam va sukunat ichida azobning kelganligi nihoyatda qattiq eg'ir keladigan, qattiq aroq tepadigan bir ish. Shunga ushtum tutilgan toza rohat baroqat armayotgan chog'da ya kunduz keladi, qaylula uyqusi toza armayotgan chog'da tushdan burunroq bir uyqu va qaylula uyqu asosan. Yoki kechida shunda bir rahat uxlayotgan chog'da keladi. Bu xil azob nihoyatda qattiq eg'ir keladi odamga. Shunga azob kelsa, mush vaqtimiz keladi deydi rahat armayotgan chog'da. فما كان قولهم عند مجيء العذاب إلا الإقرار بالذنوب والإساءة وأنهم حقيقون بالعذاب الذي نزل بهم. Ularning so'zi azob kelgan chaqda iqrordan boshqa bir narsa bo'lmadi. O'zining gunohini iqror qilganligi va vafosizlik qilish, unaqa usullik qilish, yomonlik qilishdan boshqani iqror qilish bo'lmadi. Chuqum ularga tushirilgan bu azobga loyiq bo'ladi. فَلَنَسْأَلَنَّ الْأُمَمَ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمُ الْمُرْسَلُونَ مَاذَا أَجَبْتُمْ رُسُلَنَا إِلَيْكُمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ عَنْ تَبْلِيغِهِمْ لِرِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَعَمَّا أَجَابَتْهُمْ بِهِ أُمَمُهُمْ. Elbette biz ulağa peygamber evetilgen ümmetlerden şundak sorayımız. Neme dep?
Sizlik biz payg'ambar avatgan edik. Bizning bu avatgan payg'ambarlarimizga qanchalik darajasida ijobat qilib ma'qul bo'ludi deb egishib ipiga siz quloq soldinglar deb albatta bularni so'raymiz. Va shundoqla ummatlarni so'rab qilib bo'ldi qilmaymiz. Hatto so'raymiz biz e, payg'ambarlardan mi so'raymiz? Vala nas'alannal mursalin. Ularga avatilgan payg'ambarlardan mi savol qilib so'raymizki, ularning bu Parvardigorning bu elchilik vazifasining qanchalik darajada yetkazilganligi haqida qanchalik yetkazinglar ummatinglarga qavminglarga deb buningdanmi biz bularning xizmatidanmi hisob olamiz so'raymiz. Va ularning ummatlari ijobat qilgan, uningga agashgan, quloq solgan bu ahvol buningdan mı so'raymiz? Qanchalik darajada sizlarning ummatinglar sizlarga quloq solib bo'ladi, ma'qullab sizlarga agashdi deb buningdan so'raymiz. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مَا عَمِلُوا بِعِلْمٍ مِنَّا لِأَعْمَالِهِمْ فِي الدُّنْيَا فِيمَا أَمَرْنَاهُمْ بِهِ وَمَا نَهَيْنَاهُمْ عَنْهُ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ عَنْهُمْ في حال من الأحوال. Bütün insanlığa yoki bütün xalqlaryqlarga biz tarafdan ma'lum bo'lgan albatta so'zlab bayon qilib beramiz, qisqib beramiz bütün xalqlaryqlarga. Nemini ular qilgan sharkat, so'z, so'zak hammani bayon qilib beramiz. Xo'p, sizning qilganingiz ma'u, deganingiz ma'u, aytganingiz ma'u, yeganingiz ma'u, ishkiningiz ma'u, tutquningiz ma'u, ma'qilingiz ma'u, bu deb hammani so'zlab beramiz. Biz tarafdan bo'lgan bir ilm bilan ularning qilgan amallarining hammani biz bayon qilib beramiz dunyodagi. Biz uni uningdan buyurgan va biz uningdan cheklagan narsa haqida. Biz ulardan bir ahvol ostida biz g'aflat qilganimiz yo'q. Hammani son sifirlab, to'liq xotirlab qo'yib, uni naq oldigacha mana deb uni oldiga to'g'rilab, sizning qilayotganingiz mavo deb hammani so'zlab beramiz, qisqib beramiz. ووزن أعمال الناس يوم القيامة يكون بميزان حقيقي بالعدل والقسط الذي لا ظلم فيه فمن ثقلت موازين أعماله لكثرة حسناته فأولئك هم الفائزون. İnsanların emellerinin cini kıyamet günü buludu. Hakiki cınlaşlan buludu. Emelin hakiki cınlaşlan. Bunun cak göz karşı var. Bazı emel cınlındı. Bazı emel yazılgan defterinin özünün cınlındı. Deydi kandak mesela. İnsanların kıyamet günü emellerinin vezni buludu. Hakiki cınlaşlan buludu. Adaletle. Ve kıst bu maadilen ki onun ışkına zulüm bulmaydı. Kimi ki onun emellerinin ki cini eğir kip ketken bolsa, onların ki o adamın güzel qilmishlariniki yaxshilik ko'pib ketib, amali eg'ir besib ketgan bo'lsa, u haqiqiy nima o'z maqsadiga yetkazadi ana shular. ومن خفت موازين أعماله لكثرة سيئاته فأولئك هم الذين أضاءوا حظهم من رضوان الله تعالى بسبب تجاوزهم الحد يجحد آيات الله تعالى وعدم الانقياد لها. Kimiki onun amellerinin cınları, taroz mizalları yengil kip kalan bolsa, onun ameline edibek cık nime usul, bommuğur, vapasız işi köpüp gitip. Bunun amelinin mizanı yengil kip kalan bolsa, eni şula olsa, üzdünki Allah'ın rızalıqdı muğan nisvisini zeya kılıp kolun çıkıp konuşulur. Ularının haddidin eşip etkenlik sebep bilen, بجهد آيات الله بجهد كناوة بسبب تجاوزهم الحد بجهد آيات الله تعالى وعدم الانقياد لها. Allah Teala'nın ayetlerine unutçu tuzgörlük kılışlan, tenişilen ve o Allah'ın ayetlerine boysunmasıklen haddin haddin eşketkellik sebep bilen en şula özünün Allah Teala'nın razılığıdır muğan neslisine zaya kıvat kışıdır deydi.
ولقد مكنا لكم أيها الناس في الأرض وجعلناها قرارا لكم وجعلنا لكم فيها ما تعيشون به من مطاعم ومشارب ومع ذلك فشكركم لنعم الله قليل. Elbette biz sizlarni insonlar ziminda yerlashtirdik. Sizlar uchun u ziminni bir qarorgoh qildik. Sizlar uchun u ziminda yeb ichadigan mundaq bir narsalarni o'zinglarniki kundalik hayotinglarning qavomini qildik. Shundoq turuqliq sizlar Allohning ne'matiga shukr etishinglar bak ozdi. ولقد أنعمنا عليكم بخلق أصلكم وهو أبوكم آدم من العدم ثم صورناه على هيئته المفضلة على كثير من الخلق ثم أمرنا ملائكتنا عليهم السلام بالسجود له إكراما واحتراما وإظهارا لفضل آدم فسجدوا جميعا لكن إبليس الذي كان معهم لم يكن من الساجدين لآدم حسدا له على هذا التكريم العظيم. Elbet çokum sizlerinin aslı olgan, yani sizlerinin atan olgan Adem aleyhissalatu vesselam'ını yoktun halk yetişlen sizlerini biz inam kıldık. Nimet ata kıldık sizlerge muş halk yetişlen. Bovanla Adem aleyhissalatu vesselam'ını yoktun halk yetişlen sizlerge zor bir nimet kıpmadık sizlerge. Anın ki bu Adem aleyhissalatu vesselam'ını mahlukatlarning köpün üstüdüçü naiti artıq sanılgan bir şekilde suret kirgizdik. Anandan keyin bizning farishtalarimizni u Adem aleyhissalatu vesselamga sajda qilishga buyurdik. U Adem aleyhisselamni hurmat qillik, ulug'laganlik, ikrom qillik najatidan va Adem aleyhisselamning aloyidlikligini, tozligini oshkor qillikni jahtidan. Hammamiz birdek sajda qildi, lekin bu iblis ki bu farishta bilan bu birga bo'lgan iblis bu secde qilmadi. Bo'lmadi bu iblischu odamga sajda qilishlarni qatarib bo'lmadi. Nima uchun? U odamga mushu alayda Alloh subhanahu taolaning bu Odam alayhissalomga qilgan hurmat, ehtiromi, bu katta bilish, bu farishtalarni unga sajda qilishga buyurishni iborat, bu ulug'lashga hasad qilishni jahtidir. Bunu fakat bunlar deganlikning o'zi bu hamda malaikalar bu ilki niminki iblis malaikani qatarından emas bu. Istisna munqati değildi bu ne? Onlar digərligi bu manada u gap bu çıxmaydı. Fasacadu illa iblis lem yekun minas sacidin deganimiz secde qildi ular malaiklarimiz birdeklikin iblis secde qilmadi. Bo'lmadi bu iblis secde qilishlarni qatarından bo'lmadi deb. Bunu istisna munqati var. İblis demek malaikani qatarından emas. Fakat şu malaikalarning qatoriga so'qinib kirib olganlarning birisi bu. Bu istisno hamisha munqati bo'lmaydi, muttasil bo'lmaydi. Istisno ikki qism bo'ladi. Istisno muttasil bo'ladi, istisno munqati bo'ladi. Masalan, janul qavmu illa zaydan degan istisno muttasil. Janul qavmu illa himaran degan istisno munqati. Xuddi shunga o'xshash janul qavmu illa himaran degandek bu iblis malaika mustasno minhu iblis mustasno. Yani bu mustasnanın içi mi? Yak emes bu. İstisna munqati edildi. Xuddi nim degendek, canil kavmu illa himaren degendek. Bunun hergiz bunu qarab iblis malaikinin qatarından o'xshaydi deyilib qolmasin. Xo'sh, oyatda Fi sadrika haracun minhu diyor. Fi sadrika haracun minhu. Yine bunun özde minhu diye min tebliğihi demek şey değil. Bunu da muzab hazf kılındı da. Muzab hazf kılındı. Hudu vasal kariye degende vasal ehlel kariye dep ehli aşımızda mahzup bubke gendek. En adım başka kalilen ma tezekkerun ki ma bu maço
ziyade. Ma zait. Yani ma tetta'idune illa kalilen mandak mı değil geliva. Ma tetta'idune illa kalil. Siz bek az pende nasihat mev'ize kabul kılısılar degendek. Beyaten ev hum kailun. Beyaten ev kailun buna tibakwa. Keçide ya ki gündüzde degendek. Ee, en başka yani velakad halaknakum. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ bunu da muzab mahsub. Yani وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَبَاكُمْ demek. İşte وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَبَاكُمْ Adem'e degende muzab mahsub. Hoş. Vaqt itibariyle dersimiz başlanan kifailimiz. Dersimizin keyinki devamı aldığımız saat oldu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.